Maslahatim do'kondan urug' olmanglar, aldab qo'yishdi bizni. Assalomu alaykum. Hurmatli Ekstravoz YouTube kanali obunachilari. Mana bugun biza Ohangaron tumaniga kelganmiz. Tarvuz dalasiga Ekstravoz o'g'itdan bergan edik. Bular bitta terim qilishgan. Shu terimdan keyingi natijalar qanaqa bo'ldi deb dehqon o'zidan bir og'iz eshitgani keldik. Endi Umijonga yuzlanib so'raymiz. Umuman olganda natijalar qanaqa tarvuzdan bu yil? Natijada aka yaxshi, xudo xolasa, Xudo bergani mana ko'rdik, yaxshi bo'ldi. Ko'ngildagidek bo'ldi. O'rtacha bir uzumdan necha mashina sotildi endi hozir misol uchun? 1 gektar karistanimizdan bir 8 tami mashinada chiqib ketdi. Yerigini o'zi. Qolganlari endi qoldi, endi sekin bu yog'ini maydalaymiz. Shablon qanaqa bo'ldi shablon? Shablon 7 kilo berdik. 7 kilodan maksimal 22 kilogacha bo'ldi. O'rtacha bunda berganda 12 kilo, 13 kilo, 10 har xil aylantirdi, har xil joyda. Tarvuz yaxshi lekin. Tarvuz yaxshi aka. Umumiy holatlari. Umumiy holatlari yaxshi. Endi bir 12-15 kilo atrofida chiqadi-da shu. Ha? Hajmiga qaraganda karistani vesi og'ir bo'lar ekan aka. Hajmiga nisbatan vesi og'ir bo'ladi. Vesi og'ir bo'lar ekan. Zo'r urug'imiz nima bo'ldi? Bu zo'r urug'imiz urug'dan aldanib qo'ydik. Maslahatim do'kondan urug' olmanglar, aldab qo'yishdi bizni. 5 gektarga tushib qoldik mana. Ikkinchi urug'dan aldanib qoldik deyotgan joyi tarvuz ahvoli managa. Bu yerda natijalar qanaqa bo'ldi? Bu yerdan o'zi uzum qilindimi? Natijada aka maksimali 7 kilogacha bo'ldi. It uzum degan urug' ekan. Shu aldanib qoldik endi. Bitta palayda 12 ta, 10 ta, 7 ta, 8 ta mana shunaqa solganlar ham bor. Men tarvuz ekimimcha bunaqa holat ko'rmaganman, lekin anchaga tushirib ketishdi. Tarvuz bo'lsa mana holatini ko'ring aka. 2 dona solib yaxshi. Ha. 8 kilodan yirik bo'lib bersa o'sha zo'rda tarvuz. Ha aka. Ha, yedini gigant degan ekan, bu gigant emas ekan. Gigant bundaqa ekan. Karistanimiz aka ko'rdingiz holatda yaxshi bo'ldi. Bunimiz endi mana holatni ko'rib turibsiz. Ikkalasiga bir xil ishlov berilgan. Suvi, dorisi, hamma narsasi joyida bo'lgan. Shu Ekstravoz 15-15 ni berganmiz. Ammo ta'siri yaxshi bo'ldi boshida. Zo'r ketdi-yu, palaylar yo'q. Palaylar ham zo'r ketgan holatda. Lekin mayda bo'lib qoldi tarvuz. Katta bo'lmasa. Qo'shimchasiga yaran o'g'itlari berilgan. Ay, обязательно boshida yaraniki berilgan. Kaliy, karbamidlar ham joyida berilgan. Hammasi joyida berilgan. Har suvda dori ichgan aka. Dorisiz hali suv bermadik. Toshlat sug'orish bo'lgan bet. Hammasi suvda eritib kamida ikkita suvdan birida dori berilavergan betga. Men dehqon o'zi bilan, egasi bilan ham ko'p maslahatlashib, telefonlashib turganmiz. Endi bu urug'iga bir so'z topishga hayronman. Endi agar siz telefon qilganda aytdingiz-ku, anaqa deb. Buni qanaqa qilib sudga bersak bo'ladi? Biz urug'dan qattiq aldanib qoldik, shuncha rasxodga tushib qoldik kamiga. Urug' pul hech narsa emas. Ba'da ko'p rasxodga tushib qoldik dedingiz. Men endi surishtirib boshqa qildim. Urug'i sotib olgan do'kon birinchi bu jogir bo'ladi. Sizlar sotib olgan do'kon. Faqat uning uchun sotib olganinglar haqidagi, urug' sotib olganinglar haqidagi cheklar kerak ekan. Cheklari bo'lsa, keyin urug'i o'sha paketi bo'ladi-yu. Teplitsaga berib yetishtirganingizda o'sha paketidan kerak. Shu bo'ladigan bo'lsa, keyin dehqonlar, yana boshqa ekib pishgan dehqonlar ham juda ko'p bu urug'. Juda ko'pchilik. O'sha kommentariyada ham bildik. Kommentariyada kamida, misol uchun 50 ta kommentariy bo'lsa, bir kamida 25-30 tasi yomon deb yozganda, buzib tashladi, nima qildi deb yozgan. Ko'pchilik telefon qildi menga ham. Instagram topib telefon qilib anavi so'rashdi. Aka qanaqa holatda deyishdi va ekib qo'ydim endi palaga dedi. Aka holat mana shunaqa dedim. Endi katta bo'lmasa ekan dedim, o'shalar buzib tashlashdi aka. Birinchi navbatda cheklarni topinglar, o'sha sotib olganlar haqidagi cheklarni topib, paketlarini topib, dehqonlardan odzivlarini olib. Endi biz aka bunday holatga tushmaganmiz. Urug'dan hali aldamagan joyimiz yo'q edi. Lekin birinchi yil ekishni men bu urug'ni ko'rmaganman-da. Borib olmaganman ham. Endi akalarim bor olib kelishgan, xato qilib qo'yishdi. Holat mana shu endi ko'raverasiz. Endi tarvuz o'zi aslida tarvuz 2 dona hosil bersa, bitta tubdan 2 dona hosil bersa, hosilning kichkinasi 7-8 kilo, kattasi 15-17 kilogacha bo'lsa, yana zo'r bo'lgan o'shada endi tarvuzi. Bunaqangi solishishning keragi yo'q-da. Mana qarang, bitta palaydan ketma-ket 7-8 talar tarvuz bor-da bu yerda. 7-8 talar, o'sha ko'p tarvuz. Mana. Aka, qaragim ham kelmay qoldi palagiga qarang. Nihoyat darajada ko'p hosil. Ichida keyin tarvuzlar ham har xil aka. Oldingi videoda ham ko'rsatganmiz, tarvuzlarni o'zi palasasidan bo'linadi-yu. Palasasi biriniki boshqa, biriniki bog'da, biriniki tog'da bo'yapsiz-da palasa. Bu aralashishda urug'. Bu urug' 100% ga soxta urug'.
Holat endi mana shu aka, nima deymiz endi. Biz ham aniq qilmaganmiz, cheklari, korobkalarni olib qo'ymagandik. Shunga endi bosh qotib turibdi. Maslahatim aldamanglar. Kak plojni aniq qilib ishonchli joydan olinglar urug'i. Keyin garantiyasi bilan olinglar.